hozir aka to'g'risini aytsam sharoit sal qiyinroq. Oyim mazalari yo'q. Ozgina pulli problemaga kirib qolganman. Ko'p narsalarimni sotvordim. Men kim qanaqa tushunadi, nima deb o'ylaydi. Babshin farqi yo'q. Endi oddiy odamlardan ancha farqingiz bor-ku, aka. Shuncha mashinalar, nomerlar. Endi piarda qilganmiz, kimdirlar yomon ko'rib qolgan, kimdirlar muhokama qilish uchun qilganmiz, lekin hozirgi sharoit aka juda nima, pul topishim kerak. Hop, nech pul bo'lsa beraverasiz unda, aka? $700 bo'ladimi? Endi vaziyatingizdan kelib chiqib mumkin aka, hozir chunki oyim davolatishim kerak, uyda sharoit sal qiyinroq aka. Sal kelishtirib bering, aka. Endi men endi bunaqa demoqchi bo'lganim, rol o'ynayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi aktyorlar bilasiz-ku, aka, noto'g'ri tushunmang. Odamlar bilaman, meni juda qimmat joylarda ko'rgan, qimmat obrazda ko'rgan, lekin hozir sharoitim to'g'risini aytsam, ijoddan pul topmayapman unaqa. O'shanga shu kameralarim, hamma narsalarimni sotganman. Hozir pul topishim kerak, oilaga qarashim kerak, bir boshqa yo'nalishda ijod qilishim kerak. Kino olmayapman, serial olmayapman. Siz mana syomka qo'yasiz, to'g'rimi? Siz syomka qilib qo'yasiz, har doim ko'raman. Shuni hisobidan 1-2 so'm qo'shing, aytasiz. Hop, nech pul qilib beray, aka, bo'ladigan. Mayli, hurmatingiz bor. Shuncha kinolar yozgansiz, aka, seriallar yozgansiz. Ahilda 50 o'tib beraman aka. Nech pul? 50 o'tib 800 mi? Ya 850 da. Aka, mana bunaqa qilaylik. Men unda bitta gapni $750 beraman 1 terabaytligi uchun. Hali hech kim bunaqa narx bermaydi sizga. Bermagan ham men sizga beraman. $750 berdim aka. Men rostini aytaman, video uchun yoki kimdirlar uchun gapirgan gaplarim bo'lgan va lekin hozir mana nechta o'zim 10-20 ta o'rtoqlarim ham вообще hech kimdan pul chiqmayapti. Hozir pul topishim kerak. Bo'lsa berib turing menga qaytaga. Reklamalarni qilib bering. $750 bo'lsa, aka, bering, xudo xolasa barakasini bersin, aka, bunaqa narx hech kim bermaydi. Menga hozir zarar ishlatishga bir oddiyroq telefon qilib berasizmi, o'zi bor? Qilamiz, aka, narxga, variantga. Sotish ham bormi sizlarga? Bor. Variantga emas, bir oddiyroq biror telefon qilib bering. Bo'ldi, mana. 750 ga rozimisiz? Lekin arzonroq telefon olib berasiz. $200 telefon $300 ga o'tkazmaysiz. Gap yo'q. Narxli yaxshimi o'zi? Cho'tki, aka, hammasi. Ko'chada uni arzon ko'rmayman, ha? Yo'q. Ishonsangiz bo'ladi. Rozimisiz? Ko'rib boraman endi, shu uchun endi topdim sizlarni, bolalar baribir nima deydi, Instagramda shunchalik anaqa qotdi baribir ijodkorlar blog. Qale, rozimi, aka? Gap yo'q. Mana, aka. Xudo xolasa kim shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizning nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aka, ichidagi narsalaringizni unda telefon olganingizdan keyin anaqa qilamiz, o'tkazib 1 terabayt lekin. Bo'ldi. Yoki xat kasab bersalar ham. Bo'ldi. Pulini hozir o'shatib beraveraman, do'kon borsa. Bo'ldi.